Grija qanday kasallik va uni qanday kelib chiqishi to'g'risida biz sizga 100% ma'lumot berib o'tamiz. O'qib chiqadi. Xullas tasavvur qiling, bu umurtqa pog'onalarimiz oralig'idagi disk, o'rtasidagi pulpoz gidro, chetidagi fibroz halqa. Bu fibroz halqamiz juda ham mustahkam bo'ladi. U 3000-4000 atmosfera bosimiga chidaydi. Tasavvur qiling, oddiy mashinalar baloni 900,000 atmosfera bosimiga chidab beradi. Bu qanchalik mustahkam ekanligini bildingizmi? Qarang, tasavvur qiling, umurtqalar oralig'idagi diskka to'g'ri kuch beradigan bo'lsaylik, unga 3000-4000 atmosfera bosimiga chidab beradi. Unga noto'g'ri bosim beradigan bo'lsaylik, 100-200 atmosfera bosimi tushsa ham u grija bo'lib oqib chiqishi mumkin. Bu qanday deng? To'g'ri unga bosim beradigan bo'lsaylik, mana to'g'ri bosim tasavvur qiling, to'g'ri bosim. To'g'ri, umurtqa pog'onasiga to'g'ri bosim beryapmiz. Mana hech qanday tuxum sinmaydi. Unga 3000-4000 atmosfera bosimiga bardosh beryapti. Grijaga noto'g'ri bosim beradigan bo'lsaylik, grijamiz oqib chiqadi. Mana shu holatda disk chorrasi bo'lishni xohlamasangiz, to'g'ri ishlashni va to'g'ri bosim berishni, ya'ni og'irliklarni to'g'ri ko'tarishni o'rganing.